Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Rahimova Nazira, 64 yoshdaman. Xorazm viloyati Yangibozor tumanidan keldim. Bu yerga kelishimdan maqsad sabab menda 20 yildan beri allergik astma kasalligi bor edi. Shu kasallik bilan aziyat chekib kelar edim. Bu kasallik oldin davolanganimdan keyin ancha yaxshi bo'lar edi. Keyingi paytlarda tez xuruj qilib, ko'zim yoshlanib, ko'zlarim qichib, burunlarim bitib, quloqlarim qichib, rosa ozor tortdim, qiynaldim. Keyin astma kasalligini nahotki davosi bo'lmasa deb o'yladim. Telefonga kirib, astma kasalligini davosi bormi deb yozsam, Telegramdan reklama bo'lib turibdi ekan. Reklamada O'zbekistonda yagona allergiyani davolaydigan, astmani davolaydigan immunolog, allergolog Sherzod Muxtorov O'zbekistonda yagona vrach deganini eshitib qoldim va keldim. Kelganimdan keyin bu yerda meni juda yaxshi kutib olishdi. Muomalalari juda yaxshi ekan. Sherzodbekning oldiga kirib, kasallikni aytdim, analizlar topshirdim. Analizlardan keyin men analizlarimga qarab davolanib boshladim. Chunki yura olmay ham qolgandim. Yurishim ham qiyin bo'lib qolgandi. Ikkinchi kundan yurishni boshladim, Xudoga shukr. Alhamdulillah. 6-kundan nafasim siqishlar ham ancha ketdi. 10 kun davolandim. 10 kunda juda yaxshi bo'ldim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Endi bu yerdagi vrachlarni, Sherzodbekning jamoasidagi barcha vrachlarni, hamshiralarni muomalasini ko'rib juda xursand bo'ldim. Ular xuddi o'zi ota-onalarimdek qabul qildi bizlarni. Rahmat, katta rahmat. Men nima demoqchiman? Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham shu menga o'xshab allergiya kasalligidan, astma kasalligidan aziyat chekib yurgan bo'lsangizlar, albatta kelinglar. Haqiqatan ham bu yerda yaxshi ekan, davolanib ketasiz. Chunki men ishondim. Kelgan paytimda Sherzodbekdan so'radim. Men yaxshi bo'lib ketamanmi deb so'radim. Avvalambor Xudo qilaversa bizlar sababchimiz, albatta yaxshi bo'lib ketasiz onajon dedi. Xudoga shukr. Mana yaxshi bo'ldim, ko'rib turibsiz. Allohga shukr, alhamdulillah. Ularga hammasina rahmat. Sog' salomat bo'lishsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha ana shunday insonlarni davolashda hormay, tormay, charchamay xizmat qilaversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kelinglar.